Moskvadan Toshkentga ketib turgan avtobuslarimiz posatga bo'lyapti azizlar. Luks komfortli avtobuslar, to'rt turganlikni, transportimizning holatlari ideal darajada. Aka qalay ketyapsiz? Yaxshi joylashib oldingizmi? Ma'qulmi avtobus? O'sha reklamada ko'rganingizda qanaqa ekan? Yaxshi edi oling. Yangi avtobus azizlar, transportimiz ichida yo'lda kerak bo'lgan hamma sharoitlar bor, zaryadlik, konditsioner. Aka yaxshi joylashib oldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi edi oling aka. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishonch nomerlarini ekranlarda qoldirib qo'yamiz. Yo'nalishlarimiz aka qalay ketyapsiz? Chotkimi brat? Yo'nalishlarimiz Sankt-Peterburg, Toshkent, Sankt-Peterburg, Samarqand, Moskva, Toshkent, Moskva, Samarqand yo'nalishida har kuni reyslar amalga oshyapti. Ishonch nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Kanalga podpiska bo'lib qo'ysalaring, har kuni chiqib turgan reyslarimizni kunli informatsiyalarni qo'yib boramiz. Bagajlar odam boshiga 2 tadan bepul bo'ladi. Shunaqangi sumkalar 2 tadan besplatniy. Dokumentida kamchilik borlarga ham qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Reyslarimiz har kuni bor. Nomerlar qoldirib qo'ydik.